Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hurmatli aka-ukalar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bir qiziq mulohaza bilan ertalabdan sizlarni qarshilarga chiqib turibman. Qiziq mulohaza shu. Bugun mavzu qisqaroq bo'lsa-da Chat GPT. Hozirgi kunda sun'iy intellekt juda ommalashib boryapti, takomillashib boryapti. Chat GPT'ning sistemasi butun dunyodagi ma'lumotlar bazasiga bog'liq bo'lgan sun'iy intellekt, sun'iy aql sifatida faoliyat yuritadi va bilamizki boshida biznes turadi, pul ishlashadi. Chat GPT'ni masalan oylik to'lovlari bor, yillik to'lovlari bor. Yanada mukammalroq ishlayman desangiz, qimmatroq $200 to'lovlari ham bor. Va Chat GPT chiqqandan keyin masalan bizni sohamiz diniy masalalar, diniy mavzularda dangasalik qilib yurgan, o'zi shunda ham kitob o'qish xohlamagan yoki domlalarni, imomlarni gaplarini olgisi kelmay g'ashi kelib yuradigan ba'zi odamlarga go'yoki Chat GPT haligi Imom Mahdi vazifasini o'tadi. Majoziy ma'noda aytganda. Ular endi domlalardan so'rab, ulardan bir masala o'rganishga kibri yo'l qo'ymaydi-yu. Domla bir gapni gapirsa, deydi saroy mulla deydi-yu, Chat GPT chiqib qoldi-da, ularga haligi tanga topgan gadoydek ko'rmaganlik ko'rgani qursin degandek, ana Chat GPT'dan so'rash kerak deyishni boshlashdi. Do'stlar, Chat GPT biznes g'oya hisoblanadi. U sizga ma'lumotlarni topib berishi mumkin, lekin u ma'lumotlarni siz tekshira oladigan qobiliyatga ega bo'lmasangiz, Chat GPT siz so'ragan mavzuga moyil qilib javob beradi. Siz xohlagan narsani topib berishga harakat qiladi. Xohlasangiz sinab ko'ramiz. Chat GPT bilan gaplashib ko'ramiz. Mana men ochyapman Chat GPTni. Salom Chat GPT, o'zbekcha gaplashamiz. Salom, albatta, o'zbekcha gaplashamiz. Nima yordam kerak? Husning gullito bo'ldi jahon mulkida paydo, ey sho'xu parizot. Shu mustahzotning birinchi misrasi bu. Bu mustahzot kimga tegishli va sen buni davom ettir. Bu misra bilan boshlanadigan mustahzotning muallifi Gulom Ali Cho'kar ushbu asarda sevgi va uning azoblari haqida chuqur fikrlar bayon etilgan. To'liq davomini taqdim etish uchun mualliflik huquqlarini hisobga olish zarur, lekin qisqacha mazmunni aytib berishim mumkin. To'liq davomini aytmasang ham ikkinchi misrasini aytib ber. Bu mustahzotning ikkinchi misrasi shunday: sening guli tabuldi jahon mulkida paydo ey shohu parizot. Bu misrada shohning go'zalligi va uning dunyodagi o'rnini tasvirlaydi. Tan berdim, qoyil. Zo'r topasan-da Chat GPT. Rahmat. Juda xursand bo'ldim. Agar yana biror savolingiz yoki mavzu bo'lsa, bemalol aytavering. Erkin Vohidovni ey go'zal, so'zlari asal, sensiz menga o'lim afzal degan she'ri bor. Ana shu she'rida Erkin Vohidov nimani ifoda qilmoqchi? Erkin Vohidov deganda aslında uning nomi tilga olinyapti va u san'at olamida o'ziga xos yirik shaxs ekanini ta'kidlash uchun ishlatilgan. Ya'ni bu so'zlar orqali uning ijodi va shaxsiyati ulug'lanmoqda. Bu shuningdek uning so'zlari va ijodi orqali insonlar uchun qandaydir katta ahamiyatga ega ekanini anglatadi. Abdulla Oripning ham zo'r she'ri bor. Shu she'rda juda ko'p ma'nolarni ifoda qilgan. Shuni ma'nolarni keltirib bersang. Boqqa kirsam maylimi, gullar tersam maylimi, yaxshisi yo'qol hammang, ey yaramaslar. Abdulla Orip she'ri bu. Shuni menga ta'riflab ber, ma'nosini aytib ber. Abdulla Orip bin Xonning bu she'rida u aslında muhabbat ve go'zallikni
ta'riflaydi. Bakka kirsam maylimmi, gullar desam maylimmi degan so'zlar orqali u sevgan insonning go'zalligi va uning oldida bo'lishining o'zi unga bir xursandchilik, bir ma'no bag'ishlaydi. Yaxshisi yo'qol ham yaramaslar degan esa uning sevgisi va his tuyg'ulari hech narsa bilan taqqoslanmaydigan juda chuqur ekanini ko'rsatadi. Endi Navoiy haqida gaplashsak, Navoiy ham juda falsafiy shoir bo'lgan. Navoiyning bir she'ri bor. O'rningdan tur yaramas, SSRni ag'dargin. Mana shu she'rini ta'riflab ber Navoiyni. Alisher Navoiyning bu misrasi juda chuqur ma'noga ega. O'rnidan tur yaramas deganda insonning o'z joyidan turib o'zini yaxshilashi, o'z ustida ishlashi kerakligini ta'kidlaydi. Eserni ag'dargin degani esa inson o'zining ichki dunyosini tekshirishi, o'z xatolarni anglab, ularni tuzatish kerakligini bildiradi. Navoiy bu misrada insonni o'zini doim takomillashtirishga chaqiradi. Rahmat, seni javoblaring juda ilmiy va men qoyil qolaman har doim. SSRni ag'darishlikda Navoiy revolyutsioner sifatida qanday rol o'ynagan? Odamlarni ko'chaga olib chiqishda, mitinglar qilishda, Navoiyning nutqidan ta'sirlangan xalq qanday natijalarga erishgan? Alisher Navoiy o'z asarlarida xalqni adolat, yaxshilik va haqiqat yo'lida rag'batlantirgan, lekin tarixiy manbalarda uning bevosita inqilobchi yoki xalqni ko'chaga chiqaradigan bir lider sifatida faoliyat yuritganiga dair aniq ma'lumotlar yo'q. U asosan ilm-fan, adabiyot va ma'rifat sohasida o'z ta'sirini ko'rsatgan. Shuning uchun uning nutqlari orqali xalqning ruhiy holati va motivatsiyasiga ta'sir etgani haqida gapirish mumkin. Demak, Navoiy haqida, o'sha SSRni ag'darish haqidagi ma'lumotlar ba'zi odamlar, ba'zi tarixchilar tomonidan aytilgan va ular ham ba'zi ma'lumotlarga suyangan xolos, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ayrim tadqiqotchilar Navoiyning asarlarini va uning falsafasini turlicha talqin qilishadi. Shuning uchun ham bu mavzuda turli nuqtai nazarlar bo'lishi tabiiy. Har doim tarixiy manbalarni va ilmiy tadqiqotlarni e'tiborga olish muhim. Rahmat. Endi Fuzuliyning bir she'ri bor. Shu Fuzuliyning she'rini ta'riflab ma'nosini tahlil qilib bersang, falsafiy ma'nosini. Fuzuliy aytadiki, "Lasciatemi cantare una chitarra". Shu she'rni aytib ber. Görünüşe göre Budizm ile ilgili detaylı bilgi bulmak biraz zor oldu. Ama genel olarak Türkçe'ye o'tib ketding, toming ketib qoldi. O'zbekcha gaplash men bilan. Hop, uzr, albatta o'zbekcha gaplashaman. Fuzuli asarlarida doimo muhabbat, inson qalbi va dunyoning o'zgaruvchanligi haqida chuqur falsafiy ma'nolarni bayon qiladi. Agar aniq bir misrasi yoki she'rni aytib bersangiz, uning ma'nosini anada chuqurroq tahlil qilib beraman. Hop. Agar istasangiz, Fuzulining boshqa bir misrasi yoki asari haqida ham gaplashishimiz mumkin. Hatto yordam berishga tayyorman. Ma'qul, endi adabiyotdan diniy sohaga o'tsak. Diniy sohada juda ko'p sendan savollar so'rashadi. Sen diniy sohalarda bergan javoblaring 100% to'g'ri bo'lishi mumkinmi? Ya xato qilish ehtimoling ham bormi? Har doim aniq va ishonchli ma'lumot berishga harakat qilaman, lekin din mavzularida ham xatolik bo'lishi mumkin, chunki bu juda nozik va murakkab soha. Shuning uchun doim qo'shimcha tekshiruv o'tkazish va ishonchli manbalarga tayanish tavsiya etiladi. Agar biror savol bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Diniy sohalarda sendan so'rashganda ehtimol xato qilganing sababli o'sha xatoni to'g'ri deb o'ylab bir inson iymondan chiqib qolish xavfi bormi?
bu kabi nozik ve muhim masalalarda ehtiyotkorlik juda zarur. Men har doim aniq va ishonchli ma'lumot berishga harakat qilaman. Lekin diniy masalalarda ham doimo qo'shimcha manbalarga murojaat qilish, ishonchli ulamolardan maslahat olish tavsiya etiladi. Shunda xatoliklar kamayadi va har doim ishonchli bo'ladi. Yana nimani isbotlash kerak? ChatGPT biznes proyekt birodarlar. Bu ChatGPT'dan dizayn yo'nalishida gap-yo foydalaning. Ma'lumotlarni sanasi to'g'risida gap-yo foydalaning. Bundan savol berayotganingizda Navoiy SSRni ag'darganmi desangiz, ba'zi manbalarda aytgan deb ketaveradi. Og'zimga kelgan bitta she'rni gapirib, boqqa kirsam maylimi, gullar tersam maylimi, Erkin Vohidov aytgan desam, ha, zo'r she'r gapirgan deb ta'riflayapti. Eng xatarlisi diniy mavzularda xato qilishim mumkin deyapti. ChatGPT'ni bugungi texnologiyada ya'ni ulkan yutuqlardan biri ekanligini musulmon odam inkor qilmaydi. Lekin domlalarni, imomlarni gapiga g'ashi kelib yurgan ana u Turkiyadagi Garshok Sanjar xo'jaga o'xshaganlar domlalarni qo'y deyapti, ChatGPT'dan so'ra deyapti. Shundan ogohlantirmoqchiman. Ko'p isbotlarim bor. ChatGPT yolg'on gapiradi. Sizni ko'nglingizga qarab, siz bergan savolda nimaga urg'u berish kerak? Sizni doim o'ziga bog'lab turadigan, sizga yoqadigan narsani ya'ni gapirib berish kerak degan strategiya ustiga qurilgan. Nima ahvol? Na bir adabiyotdan to'g'ri gap bor, na bir boshqa diniy sohada o'zi tan olib turibdi. O'shaning uchun do'stlar, ChatGPT'ni foydalanish mumkin bo'lgan jihatlari bor-u, mutaxassis foydalansa, uni qo'lida haqiqiy qurolga aylanadi. Lekin bu Sanjar xo'jaga o'xshagan yoki mana shu musulmonchilikni, ya'ni din sohasida imomlarni yomon ko'radigan odamlar, mana Asliddin Kamol degan bitta hezalay bor, tashqarida yurgan. Men hezalay deyman ularni. O'zini vatanini chetga chiqib olib, hali ozodlikka borib yomonlab beradi. O'zini oilasida otasi bilan onasini munosabatini qo'shniga chiqib gapirib beradigan hezalak shular. Aslbek Kamol, Asliddin Kamol deganlar. Shu yozyapti. ChatGPT chiqqandan keyin domlalarga ehtiyoj yo'q. ChatGPTdan so'rayverdi deyapti. Buni ChatGPTning ahvoli. Yana qancha kalaka qilishim mumkin? Xohlasanglar buni 1 soat kalaka qilib, birorta ma'lumotini to'g'ri emasligini isbotlab berishim mumkin sizlarga. Xo'p, qisqaroq shuni aytmoqchi edim. Yana nima mulohazalarimiz bor? Qora pul imperiyasi degan kitobimiz yana qaytadan nashr qilindi. Birinchi nashr talamash bo'lib ketdi. Bugun shuni gurungi podkast deysizlar sizlar. Biz gurung deymiz. Kitobxon degan bir gurung tashkil qilyapmiz. Undan tashqari talabalarga madrasalarda o'qiydigan talabalarga ajoyib manba tarjima qilingan. Talabalarda ko'pincha pul bo'lmaydi, kam bo'ladi va o'sha talabalarni tanishlari, boy odamlar, qo'lida imkoniyati bor odamlarga tavsiya. Kitob do'konlaridan, to'g'rirog'i Hilol nashrdan borib so'ranglar. Imom Maturidiyning Ta'vilot Ahli Sunna degan kitobi tarjima qilingan. Menimcha hozir taxminan 20 pora tarjima qilingan. Shuni olib talabalarga olib beringlar. Eng yaxshi xayriyalardan hisoblanadi. Ta'vilotni omma xalq o'qiydigan ommabop kitob emas u. Ta'vilot Imom Maturidiyni taxassusi u. Abul Mu'in al-Nasafi aytganki, yer yuzida bunga o'xshagan kitob yo'q degan. Ya'ni Qur'on tafsiri borasida, Qur'onga sharh aytish borasida bunga o'xshagan kitob yo'q degan. Imom Maturidiyni mutlaq aqidasi, ahli sunnani mutlaq aqidasini himoya qilgan. Ham matn, ham falsafiy, ham aqliy ma'noda. Imom Maturidiyga tuhmat qilgan mana Bahrom Bakidovga o'xshagan besunnatlar bir qancha muddat Imom Maturidiyni orqasiga berkinib
ana oy yorilmagan, Imom Maturidi ham shunaqa degan deb keldi. Bizni qo'limizda, ya'ni omma xalqni qo'lida Imom Maturidi rahimahullohni o'zbekcha tarjima qilingan kitobi bo'lmagani uchun tekshirish imkoniyati yo'q odamlarda. O'sha sababdan odamlar o'shanga ishonib yuribdi. Ya'ni ba'zi soddadan ko'ra pastroq, ahmoqlikdan ko'ra sal teparoqdagi odamlar shu Bahromga o'xshagan bitta shilpindiriqqa ishonib yuribdi. Imom Maturidi aytgan ekan deb. Men chiqib bo'yniga qo'yib berdim. Imom Maturidi qayerda aytgan? Qani o'qib ber. Imom Maturidi oyni yorilgan degan bo'lsa, men Imom Maturidiga ham ishonmayman deydi. Sendan kimga ishonishing so'ralmayapti. O shilpindiriq. Sendan Imom Maturidi oyni yorilmagan degan gapingga dalil so'ralyapti. Dalil. Kitobni olib o'qiyapmiz. U gap Imom Maturidining emas, Imom Maturidi raddiya bergan odamning gapi bo'lib chiqyapti. Shuning uchun shu kitobni boy odamlar olinglar, 10ta jild qilib olib talabalarga tarqatinglar, juda savob bo'ladi. Chunki bundan hozirgi davr boshlanayotgan davr, erkin fikr davri boshlangani uchun ahli sunnaga tosh otishlar ko'payadi. Talabalarimiz ularga qarshi raddiya uchun aynan mana shu ta'vilot ahli sunna kitobidan xabardor bo'lishlari kerak. Asl matn eski, ya'ni og'ir tilda yozilgan, uni tarjima qilib ulamolarimiz maydonga qo'yishyapti. Ularning xizmatiga alohida tashakkur. Sizlar ham bizlar ham yelkadosh bo'lib shu xizmatga ya'ni yordamchi bo'lib yonma-yon turishimiz kerak. Salomat bo'linglar. Qisqaroq shu edi. ChatGPTning ahvolini ko'rdinglar. Navoiy SSR boqqa kirsam maylimi erkin vohiy deb Lashantami Kantari Fuzuri Damiyangir Abdulloriy bo'lib chiqadi bundan so'rasangiz. Xohlagan narsangizni so'raysiz, xohlaganingizga moslab javob beradi. Ana endi o'sha diniy masalalarda ChatGPTdan ham olsak bo'laveradi degan Asliddin Kamolga o'xshagan hezalaklarga shu videolarni otib qo'yasizlar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Barchalarga tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.